Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli Akbaruz kanalining ashaddiy muxlislari. Mana biroz tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan bog'lanamiz. Bugungi videorolikimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumani Katta Naymancha mahallasidan bo'lyapti. Inshaalloh bugungi sizlarga ko'rsatadigan videomizda ona bola sog'liqlar haqida qilamiz. Mana hozir ko'rsat. Mana bitta ona bola sog'lig'imiz bor. Bolasi qo'chqarcha. Uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi. Bolasini o'ziga past inasi qatarib qo'ygan. Qochdi, mana ozroq erkak qo'ylar. Nima, qochgan joyda ham olaveramiz. Zig'iriqdan ham. Joy video qilib. Og'ilga boryapti. Yüzden qo'y qamog'iga kirib oldi. Mana shu yerda qo'y qamoqdan ko'rsataveramiz ekan. Qo'ylarimiz. Yeyishi, ichishiga garantiya deyapti. Mana egasi, telefon nomerini qo'yamiz, telefonga bog'lanib kelaverasizlar kerak. Pul kerak bo'lgancha sotilyapti, bo'lmasam sotilmaydi. Qo'y yaxshi qo'y. Qo'yda uzunligiga ham baho beringizlar o'zlaringiz ona. Mirrik, kaltashma, bir zotini tayini yo'q qo'ylardan emas. Mana zotlar qo'y. Sog'liqmisan, sog'liqda qisqasi. Buni bahasi nech pul bo'ladi endi? Nech pul baho qo'yasiz bunga? Bunga 6.200 deymiz. 6.200 baho qo'yilyapti. Bir ikki so'm kelishtirib beraveradi. Yeyish ichishiga javob. Sovuq. Bolachasi qo'chqarcha. Bolasi ham o'z pashti inasiga yetib qo'ygan. Telefon nomerini aytib o'tamiz. Telefon nomeri nechalik? 95lik 95lik 227 227 38 08. 38 08. Telefon qilib kelishaverasizlar. Mana akalar, qo'ylarimiz. Shu ona bola. Mana yurishini ko'ringizlar. Sog'lom. Yeyish ichishiga garantiya. Mana akalar. Qo'yni tomosha qilingizlar. Hayda. Yo'q, o'tni chaqiratib hayda ber. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilingizlar akalar. Telefon nomerlarini aytib o'tdik, ya'ni ekranga ham qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol bog'lanaveringizlar. Qo'ylarga javob. Yeb ichishiga garantiya. Mana o'tlanishini qarang.